Aka-ukalar, assalomu alaykum. Video qo'ymaganimizga anchalab bo'ldi. Jonli omonmiz, sog' salomatmisizlar? Bugun Garadodagi Promzondagi magazinimizga kelganmiz. Sizlarga bu yerda narsalarni bomba qilib, narxlari bilan qanaqa mahsulotlarimiz bor, qanaqa senalarda qayerda joylashganini bitta batafsil aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, sizlar uchun ancha manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Salomat bo'lasizlar. Ketdik. Videoni boshida aytib o'taylik, adresimiz qayerdaligini. Qo'qon iqtisodiy zonaning ofisini yuparasida bu tomoni Spirtzavoddan kelish, bu tomoni Uchko'prik tomonidan kelish, bu tomoni Yaypan Beshariq Qo'qon tomonidan kelish. Mana shu Spirtzavodda yangi tushgan svetoforning tagida shu o'rtada Kurgavoyda oldida joylashgan magazinimiz. Kelaverasizlar, shu yerda bo'lishadi, narxlarni bomba qilib berishadi. Ketdi demasa narxlar qanaqaligini sizlarga tushuntirib o'tamiz. Mana shu ko'rib turgan 160 ga 110 600 kilolik motorlarimizni $900 dan qilib yuborildi. 6 ta akkumulyatorli motor miyasi 1500 dan, 4 miya motordan. Faralari joylangan, projektorlar yoqib yuboradigan joyda. Undan tashqari 600 kilolik 1 tonnali 180 ga 130 motorlarni 1050 dan qilib berilyapti. Xullas kalom vaqtimiz ko'p ketadi ekan, sizlarga batafsil tushungan ko'p vaqtimiz ketadi. $900 dan $1100 gacha motorlar bor. Sizlar bitta ko'rib chiqsalaring, o'zlaring yoqqan motorolni bittama-bitta qo'yib o'tishadi. Narxlarini telefon orqali ko'rsalar ham bo'ladi. O'zlaring ko'rib olinglar. Undan tashqari skuter, velosipedlar bor, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Elektronik motorlarımızdan tashqari, benzinli motorlardan tashqari velosipedlarimiz bor. Yosh bolalar uchun, yosh kattalar uchun, qizlar uchun, ayollar uchun bo'ladigan, shunday oyoqda minadigan, mashq qilsa bo'ladigan velosipedlarimiz ham bor. Maza qilib minishadi. O'zi bolalarimiz kanalga chiqdi. Kanal sezonida bag'i. Bolalarga olib bersalar ham maza qilib minishadi. Telefondan jicha bo'shab velosipedda mashq qilib turishadi. Undan tashqari benzinli skuter so'raganlarga, benzinli motosikl so'raganlarga benzinli motosikillarimiz ham bor. Elektronik degan elektronik skuterlarimiz ham bor. $200 dan boshlab $500 gacha bo'lgan elektroskuterlarimiz bor. Ularni kelib o'zlaringga yoqqanini, ma'qulini tanlab olib ketishlari mumkin. Dastlabkilarni inshaalloh qilib berishadi. O'zlaring ko'zlaring bilan ko'rib, ma'qul kelgan tanlab olaverasizlar. Xullas kalom akalar, shunaqa gaplar, narxlariga o'zlaring baho berasizlar. Aytgancha yaqinda tez kunlarda sizlar uchun yangi model ustida olib borilyapti. Hech kim qilmagan, hech kim kutmagan narsa bo'ladi. Kuzatib turinglar, sizlar uchun bomba yangi qilamiz. Shu kunlarda, tez kunlarda inshaalloh duo qilib turinglar, salomat bo'lasizlar, sog' bo'linglar.